Mana shu tomondan havodan uzatma amalga oshiriladi. Kim birinchi? Ichkarida to'p uchun kurash. Goldek qabul qilamiz. Goldek qabul qilamiz. Yusupov. Bugun olib chiqding bu o'yinni. O'tkir ishchi. Tep xushtagingni chal, ramziy ma'no biladi. Chal. Hozircha indamayapti. Yana bitta hujumni qaytaramiz shekilli. Yo'q. Shu yerning o'zida bir daqiqa chiqdi baribir. Mana shu epizod o'tkir. Yot. Ha, endi chal. Hakam avstraliyalik. Bo'ldi, biz chidadik shuncha. Evans 99. Baribir Yusupov o'zing tugatib ber. Buyuk darvozabonlar benefisi bo'ldi va jahon chempionati yo'llanmasida ham darvozabonimizning super seyvi bilan hozir qo'lga kiritishimiz mumkin do'stlar. Bizniki out. Out bizniki ekan. O'zbek xalqi biznikilar tashlagisi kelmayapti bu to'pni. Tashlama kerak emas shu to'p. Qolsin shu yerda. Mayli hozir kimdir sariq olishi mumkin, ammo tarixiy natija arafasida turibmiz do'stlar. Timur Kapadze, jamoa, hammamiz birgalikda. Qiyinda hozirgi vaziyatda qanday o'ynashni. Burchakka yaqin joyda va chavaldi! Biz jahon chempionatidamiz! Jahon chempionati! Tabriklar! Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan har bitta tomoshabin, bu sizning g'alabangiz. O'zbekiston isbotladi. Biz futbolda ham Osiyoda eng zo'rlardan birimiz. Ramziy ma'noda O'tkir Yusupovni bizga ko'rsatishyapti. U bugungi uchrashuvning qahramoni. Seyv bilan ham o'yinni saqlab qolish mumkinligini, jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish mumkinligini O'tkir Yusupov darvozabonimiz. Hamma bir paytlar heyt qilgan, hamma o'zi uchun nimadirlar gapirgan darvozabonimiz hozir ikkita penalti va uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Abduvoq tabriklagan ketyapti. Qutqarib mundial ishtirokchisiga aylantirmoqda terma jamoamizni. Do'stlar, biz buni uddaladik. Hozir so'z topish ham qiyin. Bu tarixdagi eng yuksak g'alaba. Buning uchun qancha odam mehnat qilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, butun O'zbekiston harakat qildi. Davlat